Ko'pchilik adashadi, lekin bunda ingliz tilini biladigan odamlar ham adashadi. Bu ozgina o'xshab ketadi. Daryoda. Assalomu alaykum. Ingliz tilini bilasizlarmi? Assalomu alaykum. Bir minutga ingliz tilini bilasizmi? Assalomu alaykum. Ingliz tilini bilasizlarmi? Do you guys speak English? Assalomu alaykum. Bir minutga mumkinmi? Ingliz tilini bilasizmi? Uchta so'z beramiz sizga, shularni to'g'ri talaffuz qilib bersangiz bo'ldi. Xato aytib qo'ysamchi? Yo'q, aytavering bemalol. Okay. Camera. Oxirida aytaman. Birinchi so'z. Hop, dream. Dream zo'r. Da. Ikkinchi so'z. Global. Global to'ppa-to'g'ri. Ingliz tilini bilmayman dedingiz-ku? No, endi okey. Zo'r. Oxirgi so'z. Choir. Bilmadim. Shoir bo'lsa kerak. Choir. Choir. Bu ozgina o'xshab ketadi chairga. Choir bo'ladi. Endi ko'rdim lekin. Buni boshida o'sha ch, k qilib o'qiladi. Juda ham g'alati. Xor desa ham bo'ladi. Gruppani o'sha choir deydi. Hozir universitetda o'qiysizlarmi? Westminsterda? Yuridik o'qiyman. Nechinchi kursda? To'rt. Zo'r. Mayli, omad sizlarga. Charchamanglar. Katta rahmat, charchamanglar. Bo'ldi, katta rahmat aka. Charchamang. Mayli, charchamanglar.